Germaniya Zemni şirketining yilda bir qatim o'tkaziladigan yillik pay cheki hassadorlik yig'ini Germaniyaning Myunxen shahridagi Olimpik saroyida o'tkazilgan. Taxminan 7-8 mingda kishi qatnashgan yig'inda Uyg'urlarning vakili kishilik huquq tashkilotlariga vakolatan so'z qilib, Zemni shirketining Sharq Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiligiga sherik bo'lib qolmasligini talab qilgan. Pay cheklar yig'inida Dunyo Uyg'ur qurultayining vakili Qaysarjon kishilik huquq tashkilotlariga vakolatan so'z qilib, Zemni shirkati hamkorlik elib berayotgan Xitoy elektron texnologiya guruhining Sharq Turkistondagi bostirishlarda zo'r rol o'ynaganligini ta'kidlagan. Tahdid ostidagi xalqlar jamiyatining maslahatchisi Xonno Shadlar Myunxendagi mazkur yig'inga qatnashgan kishilik huquq aktivlarining biridir. U yig'inda Zemnisning Xitoy elektron texnologiya guruhi bilan bo'lgan hamkorligini qayta qo'llanishib ko'rishni talab qilgan. 9 fevral yakshanba kuni Germaniyaning Duisburg shahrida Vanheim Islom dunyosi milliy tushuncha tashkiloti Madaniyat va ma'rif markazi bilan Sharq Turkiston informatsion markazining hamkorligida Sharq Turkiston uchun xayrat saxovat nashtiligi faoliyati o'tkazildi. Tunji bo'lib so'z qilgan donglik ilohiyatchi va yozuvchi Ömer Dangol o'g'li Uyg'ur qarindoshlarimiz azob tortib olsa, biz rohat o'ltirolmaymiz dedi va hammaylarni Sharq Turkiston uchun harakatga o'tishga chaqirdi. O yana yillardan buyon Uyg'ur nüfusining statistika qilinmaganligini, chunki Xitoyning bunda qilsa qirg'in qilgan kishilarning sonining oshkorlanib qolishidan qo'rqadiganligini ta'kidladi. Orqadan Milliy qarash tashkilotining rahbarlari so'z qilib, Sharq Turkiston uchun sukutni buzadigan vaqt kelganligini va ularga ega chiqish lozimligini aytdi. Oxirida Sharq Turkistonning hozirgi vaziyati va Sharq Turkiston informatsion markazining faoliyatlari haqida ma'lumot berildi. Faoliyatga taxminan 200 kishi qatnashdi. 8 fevral shanba kuni Germaniya Mavlana masjidining qurg'uvchisi va sobiq imom xatibi ustoz Faxri O'zjan apandi boshchiligidagi bir hay'at Sharq Turkiston informatsion markazini ziyorat qildi. Faxri O'zjan apandi o'zining yosh vaqtlaridan boshlab Sharq Turkiston davosiga ko'ngil bo'lganligini, Sharq Turkiston davosining rahbarlaridan Isa Yusuf Aliptekin bilan ko'rishganligi va har vaqt uni yod etadiganligini bildirdi. Sharq Turkiston informatsion markazining raisi Abdujil Qarqash apandi Sharq Turkistonning hozirgi ahvoli haqida ma'lumot berdi va Wuhan virusining Sharq Turkistonga bo'lgan ta'siri haqida mehmonlar bilan ahamiyatli suhbat o'tkazdi. U 80 yoshga kirib qolganiga qaramasdan Kolin shahridan o'zini yo'qlab kelgan Faxri O'zjan apandi va hamrohlariga rahmat etdi. Gollandiya poytaxti Amsterdamda Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan bostirishi va 5 fevral g'o'lji qirg'inchiligining 23 yilligi munosabati bilan namoyish o'tkazildi. Yevropa Sharq Turkiston ma'rif jamiyati tarafidan Dam maydonida o'tkazilgan bu namoyishga Uyg'urlar, turklar va gollandiyaliklar bo'lib yuzlagan kishi qatnashdi. Namoyishda Xitoyning Sharq Turkistonda elib berayotgan irqiy qirg'inchiligi ayblandi. Shuning bilan birga Germaniyaning Brunsvik shahrida yoshlarning uyushtirishi bilan Xitoy zulmiga qarshi namoyish o'tkazildi. Ularning yig'ilish lagerlari taqalsin degan sadolari Brunsvik ko'chalarini larzaga soldi. Xitoyda o'tirg'i chiqqan koronavirusi tez suratda tarqalib, o'lganlar soni 900 dan oshdi. Yana bir tarafdan Xitoy doiralarining virusga qarshi tadbirlari diqqat tortishga boshladi. Virusning tarqalish markazi bo'lgan Xubey o'lkasida doiralar kasallik bilan yuqumlangan deb gumon qiluvchilarni pash qilganlarga 500 yuan mukofot beradiganligini e'lon qildi. Quturishga asosan o'zini va kasal bilan yuqumlanuvchilarni doktorxonaga pash qiluvchilar mukofotlanadi. Qizzitmasi o'rlab ketganlarni pash qilganlar 1000 yuan, qizzitmasi bor va kasal deb qarg'anlarni pash qilganlarga 500 yuan mukofot beriladi. Bu 18 fevralgacha kuchga ega bo'ladi. Shuning bilan birga Xitoy Davlat Sahiya komiteti virus bilan o'lganlar sonining 909 ga, yuqumlanuvchilar sonining 40 mingga chiqqanligini e'lon qildi. Angliya olimlari bo'lsa, amaliyotdagi sonning e'lon qilgan sondan 10 nasi yuqori bo'lishi mumkinligini o'tirg'a qo'ydi.
Qozog'istonda juma kuni qozoqlar bilan tunganlar orasida chiqqan to'qinishda o'lganlar soni 10 ga yetgan. Voqeadan keyin ayollar, bolalar va yashanganlardan tashkil topgan 5000 dak tungan Qirg'izistonga qochib ketgan. Qirg'izistonning Jambul viloyati Samanji yesida qozoq bilan tunganlar orasida yo'l talish sababli chiqqan g'avg'o cho'ngib to'qinishga aylangan. Nurg'un uy va mashina kuydirib etilgan. Qozog'iston bosh ministrligi e'lon qilgan bayonotda aytilishicha, prezidentning buyrug'i bilan qurilgan bu komitet voqea haqida harakatga o'tgan. Bayonotda deyilishicha, voqeadan keyin Qirg'izistonga qochib ketgan tunganlar yurtiga qaytishga boshlagan.